maslahat olib, yaqinda YouTube kanali ochgandik va o'shani obzorini qilib beramiz. Hozir Xudo xohlasa siz bilan birgalikda biz buni Mindset'ga ham ulamiz. Bu mana shu paytgacha birinchi YouTube kanalim Mindset'ga ulashim mumkin bo'lgan. Bo'lmasam boshladik. Xo'p, YouTube kanali ochilgan vaqtiga to'xtaladigan bo'lsak, mana adashmasam 14-fevral u yaxshi kunda ochilgan ekan. O'sha paytlarda adashmasam ochilgan va buni shorts yo'nalishida qilganmiz va shorts yo'nalishida zo'r ketgan kanal, lekin ko'rayotganingizdek spat bo'ldi. Sразу anaqa tashlab yubordi va natijada xo'p, kanal tashlab qo'ygandim. Ancha muddat yurtmadim. Shu bilan qolib ketdi kanal. Yurmayotgandi chunki video qo'ysam uchmayotgandi. Keyin o'sha Abdulloh aka, Dostonbek aka bilan tanishgandan keyin kanalni ko'rsatgandim. Bitta направленияda bitta strategiyani qilib ko'rishga maslahat berishdi va shuni natijasida qildim. Va 1830 bitta obunachi bo'ldi. Bu yerda 1200 edi yuritish boshlaganimda. Va hozirda kanal anaqaga tayyor. Xo'p, nima deymiz? Mana bu yerni ko'raylik. Zaявка berishga tayyor demoqchiman. Ko'rayotgan bo'lsangiz 20-sana bo'yicha olyapti. 20-aprel 2026-yil 1830 bitta obunachisi bor. Mana bu yerda ko'rsatkich 3932 soat. Bu kechagi ko'rsatkich nimadir bugunga obnovit qilmadi, ya'ni yangilamadi. Chunki mana narigi telefonda yana bitta kanalim bor, uni ham yurityapman. Unikini ham ko'rdim, unikini ham anaqa YouTube yangilamadi, chunki bugun shanba kuni balkim o'shani hisobiga bo'lishi mumkin deb o'yladim. Xo'sh do'stlar, ko'rishingiz mumkin, mana bu tugmacha menda yonmasdan turgandi. Bugun Xudo xohlasa yondi va podать заявка, ya'ni zaявка berishga kanalimiz tayyor bo'ldi. O'sha podать заявка tugmachasini bosgandan keyin bunaqangi oyna ochiladi, ya'ni YouTube partnyorsiga ulanishga. Endilikda men ulashga Xudo xohlasa harakat qilib ko'raman. Birinchi oynada bizlarda YouTube o'zini qoidalari bilan tanishtirib chiqadi. To'laqonli, agarda siz YouTube berayotgan talab va takliflarga rozi bo'ladigan bo'lsangiz, pastdan "Я принимаю". Основное условие degan tugmachani bosasiz va "Принимать условия". Ya'ni o'zbekcha qilib aytganimizda, men hamma shartlaringga roziman deb turib, птичка qo'yasiz va undan keyin yana bir marta подтверждение berasiz. Men подтверждение berdim. Xo'p, подтверждение bergandan keyin ko'rayotganingizdek, выполнено. Ya'ni bajarildi degan narsa chiqdi. Endilikda bo'ladigan bo'lsa ikkinchi shart. Do'stlar, birinchi marta qilyapman o'zim ham bu ishlarni. Mana ikkinchi shartni ko'ramiz. Xo'p, AdSense masalasida sizda AdSense oldindan bormi yoki yo'qmi? Ya'ni AdSense bor bo'lsa o'shanga ulaysiz yoki bo'lsam yangi akkaunt, ya'ni yangi AdSense oching degan ma'noda bo'lyapti. Menda anaqa yo'q, AdSense yo'q. Boya aytgandek, birinchi marotaba shu yoshimgacha birinchi marotaba qilyapman. Ha, menda AdSense bor deyapti. Yo'q, menda AdSense yo'q. Xo'p, menda AdSense yo'qiga biz bosib olamiz. Chunki biz ko'rishimiz kerak. Aynan shu pochtaga ulamoqchimiz. Ha, aynan shu pochtadan foydalanmoqchiman, shu pochtadan ulamoqchiman. Xo'p, endilikda biz vash kanal shu bo'lsa kerak, meni kanalim страна или территория находится. Xo'p, biz O'zbekistondamiz. Menga ishlar bo'yicha qayerda bo'lsang, o'sha joyni tanlab qo'yish kerak. Условия использования адреса для YouTube. Rozimisan? Ha, men roziman. Условияsiga anaqani. Xo'p, настроить аккаунт. Men hamma narsaga roziman dedim. Google AdSense подтверждение номер telefona. Xo'p do'stlar, mana bugun ikkinchi kun, kecha buni to'ldira olmagandim chunki akkaunt ko'rganingizdek nomerda xato berib qoldi. Bugun davom ettiryapmiz. Oradan bir kun o'tdi. Nomer tasdiqlab oldik. Nima muammo bo'ldi? Biza belgilab qo'ygan Google akkauntga nomer tasdiqlab bo'lmadi. O'shani hisobiga o'sha telefonda bor bo'lgan ikkinchi anaqadan nomer tasdiqlab oldik. Nomer tasdiqlaganimizdan keyin bo'ladigan bo'lsa, mana hamma joyni hozir kechqurungi soat mana 22:58 da to'ldirib bo'ldik. Xudo xohlasa, sizlar bilan birgalikda отправить bosdik. Xo'p. Informatsiyalarni tekshirib ko'ramiz va sizga javobni beramiz deyapti. O'tib ko'ramiz va ichlari bo'yicha Xudo xohlasa mana shu hozir anaqa bo'lishi kerak. Bu yerda 15 kungacha deyishyapti. Haqiqiy youtuberlar o'zlari aytayapti, ba'zida 2-3 kun ichida ham bu narsa bo'lib qoladi deyapti. Mana выполнено. Xudo xohlasa bu o'tgandan keyin bo'ladigan bo'lsa, 3-shagi, ya'ni 3-qadami avtomatik tarzda o'tib ketishi kerak bo'ladi. Shunaqa gaplar. Hammaga omad. Bu o'tgandan keyin uni ham yana bitta video qilib qo'yaman Xudo xohlasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga omad.